Hurmatli Prezidentimizning kuni kecha kengaytirilgan video selektor yig'ilishlari o'tdi. Bu ham bitta masalaga qaratilgan. Mahallani ishini samaradorligini oshirish. Kambag'allikka barham beramiz. Qo'qon shahar hokimi Mo'yinmuborak mahallasida aholi va mahalla yettiligi bilan muloqotda bo'ldi. Muloqot chog'ida mamlakatimizda mahalla institutini rivojlantirish va vakolatlarini kengaytirish, aholining ijtimoiy muammolarini mahallaning o'zida hal etish borasida olib borilayotgan islohotlar xususida batafsil ma'lumot berildi. Ma'rufjon Usmonov mahalla yettiligi va mahalla kengashlarining maqsad vazifalari, mahalla aholisining turli yo'nalishlardagi ijtimoiy ma'naviy hayotini yaxshilashdagi o'rni haqida ham alohida to'xtalib o'tib, fuqarolarni qiziqtirgan savollarga javob berdi. Bitta 1 milliard 266 million so'mlik kredit ajratilgan aholiga bundan 2025-yil yakuniga qadar 1,5 milliardga chiqaramiz shuni ham. Agar misollarga beradigan bo'lsak, seximiz Toshkentda yaqinda ish faoliyatnomasi yatiti legallashtirganmiz. 10 kishidan ortiq mana shu mahallani, aksariyat mana shu mahalladan xotin-qizlar ishlaydi. 40 yil chevarlik qilganman. Davom etyapti farzandlarim. Shu ayollar ko'ynaklarini chiqaramiz. Oldin uyda qilib turdik. Mahallani yoshlarini xonadonlariga berib, yosh balasi borlar ham foydalanib, shunday ishlar qilishdi. Endi bir salkam bir oycha bo'lib qoldi. Bekka chiqib, shetda kattalashtirib, endi yana mahallaga ham beramiz, yana orttirib beramiz. Ulardan ham qabul qilib olib, men bozorga o'g'lim. Nima muammolar bor? Nima masala bor? Mana o'g'limda. Qo'qon shahar hokimi mahalla aholisi tomonidan bildirilgan murojaat va shikoyatlarni ham o'rganib, mas'ullarga tegishli ko'rsatmalar berdi. Xususan, mahalla hududida davlat tasarrufidagi foydalanilmayotgan binoda mahalla poliklinikasini va yoshlarni kasb-hunarga o'qitish markazini tashkil etish, aholi xonadonlarini kadastr ro'yxatidan o'tkazish, zaksuvlarni tortishga mo'ljallangan quvur qurilishini davom ettirish va piyodalar yo'lagi o'rnida barpo etilgan noqonuniy qurilmalarni bartaraf etish hamda mahalla hududida yangi maktab barpo etish bilan bog'liq masalalar joyiga borib o'rganildi.